Assalomu alaykum. Estem elektroskuter ta'mirlash markazi. Endi skuterimizga 1000 wattlik motorlarni qo'yib beramiz. O'ziniki kuyib qolish natijasida yurmay qolgan. Mana suv kirgan, ichiga suv kirib, ancha vaqt qiynab, harakatlantirib yurgan bo'lgan. Shu natijasida motorlar odmotkalari kuyib qolgan. Shuning uchun biz uстановка qilib beryapmiz. O'ziniki 48 turizm bo'lgan. Biz 1000 lik motor bunga 1000 ga qo'yib bergan edik. Endi motorni ham kuchaytirib beryapmiz. Yanada kuchli, moshni bo'ladi, xudo xolasa. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Estem servisda bemalol hammasiga javob topasiz do'stlar. Albatta manzil shu o'sha Eski Mol bozor ko'chasidan chiqqanda o'ng qo'lda joylashgan. Estem. Videoga like, obuna tugmalarini bosib qo'ying do'stlar. Albatta biz uchun bir yordam qilgan bo'lasizlar do'stlar.